şu nurgun bizimki tordaşlar bek so'rab ketibdi. Bu dadang ajab anasiga ma uburnini epame ma eski jozni yasab beribdi ya deb bek so'rab ketibdi. Shunga bir javob bering. Bu şu uburnini siz anangizga yasagan vaqtida mush joz bormi-da yo'qmi? Anamga ma joz bo'lgan bo'lsa, pul qilib bas epirtdim balam mani. Lekin men mani 2010-yilda dadamni bir doktorxonaga olib shu yerda dadam o'tirama shu vaqtda bir 80-90 kelgan dadamning keyinda nerede tarif qildi, nerede siyotida, mening esim kelmabdi bu. Shu yerda men o'zim doktorxonaga olib shu yerda dadam o'zining taqib o'zini ko'tarolmay, shu yerdan kelib, eningdan keyin anda maningdan birini men qildim. Lekin buni mani qo'ygan yer qo'ygan olmaydi ekan. Mani ne talaning sayisi bo'lsa, yaz vaqti, qish vaqti, naningki apib bo'lsa, ne daldı bo'lsa shunga olib qo'yib, mani uvadim bek o'tkib o'zi mushummo bo'lmagan holatda mana bunda o'tirib qulaylik ekan. Şuna ananglar, dadanglar 80'den aşkan, 80'ge bağan, 75'den aşkan ata-ananglar bolsa, mani yasap bir bak. Eğer kembag'al bolsang, bo'lmasa bir ana uchun, dada uchun bir biroz ko'p pul topgan bolsanglar, mani elib, uyda chiroyli qo'yib qo'ysanglar, bo'ldi ekan. Mana mani o'stanga chiqib bak xetez yetibsizlar o'stangni chaqamdi deb. Hozir o'stangni shuni ichmaydi, partiya hukumat taqninki qonun suyini kelib turibdi butun xalqqa. Shuni istak bo'ldi, mani bak chaqashqa o'zi irinliginglar. Çaq yamaydiganlaringlar dadangning anangninki gendisini. Mabak mana xashuni selib mani ichiga. Shuningda o'tag'izib, xashuni yig'ib chiqib turganam. Ajetxonaga yoki bo'lmasa boshqa o'rinliq tashib etsanglar, aytib ko'rmaydigan. Bo'ladi buningki intayin qulaylik bu. Nimish qilsanglar bo'ladi buningda mana o'ttasanglar bo'ladi. Bak maningga pul topamaganlar ata-onanglarga 70 yoshga ata-onanglarga maningdan itpasanglar bo'ladi. Bir yaqachini qashqab pasanglar bir ko'y ammay mushuni itpirdi. Yoq anamken dadamken meni kichikimda mushunda poqtin netchini yeb cho'ng qilgan deydiganinglar mana ma uyangilda paket jozning o'rnida o'ttasanglar bo'ladi. Maningga bek daxin keldiringlar xashuni silab shuning o'ttag'izib echib to'ksanglar bo'ladi. Bo'lmasa anadadninki gendisini bir ko'tarib echib qishlik anamning dadamning deyishlab tugab ketgandan keyin tapqini bo'lmaydi ekan. Buni mushunda yuyib echirib yana qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mushu hala mana mushundan birini ata-onanglarga epirishingni tavsiya qilaman. Maningdan bo'lmasa birini epirishingni tavsiya qilaman. Lekin 70 yoshga ata-onangning keyinda siyotamdi, men o'tamdi, qanda o'tiradi bir ko'rib qishingni umid qilaman ko'pchilik. Asliga serqavurga esib qo'ydi. Asliga serqavurga esib qo'ydi. Serqavurni elib olsanglar bo'ldi. Anam, dadam qanda o'tirib qopadi, qanda siyoti deydiganlar. Bir til epiranglar shundan. Mana bu bak yaxshi narsa, men to'lib chiqarib ketdim. Aldın qitim bir ta film chiqarsam ko'pchilik 750 ming odam ko'ribdi. Ağa edem shuni. 30 necha odam setib olibdi shu o'birnini. Buningda pul tepishma bek cho'ng masala emasda. Shunda bir foydalanib qolsin, ata-onasi o'sha bir o'tirib qopashda qishlanib qilayotganlar bir foydalanib qolsin deb chiqarsam 700 ming odamning ichidan dada 30 necha odam olibdi. Mening gapimdan ko'mtirilib ketgan gap bormi? Bu amaliyat mana. Ata-ona pul xajlaydigan odam ancha jiq emas o'xshaydi. Ya xajlaydi, lekin bilgini xajlaydi. Ata-onaning qarini bilgini 70 yoshni eshibdi, mushu oldimda men nima ish qila, kerimda qarshi nima ish qila deb ata-onasiga bir qator qolgan. Biz o'sha temtem mengib ishkini yiqilib bishni chamdagan vaqtida ata-onamiz 5 qator qolib ish qo'yib ketib, bizni mushu yiqitmay to'plarimizni qiqib cho'ng qilgan ata-ona desa, mushundan birini epbasa bo'ladi mana. Bu o'zi yoshqari demaydi, har qanday hojatdan chiqadigan narsa ma u. Ya mening gapimda mana bak out ketgan gaplar bormi yoki bo'lmasa bu jamiyatga loyiq ata-onani mushunda xolis bo'ldigan qiri yashinib qolgan ata-onani o'ydiki yashinib mushu mijoz yo'q edamini yangidan yengib qolgan ayollarni deydiganlar bo'lsanglar mana mushundan ep qo'ysanglar bo'ladi ko'pchilikni. Serqavurga esib qo'ysak, serqavurdan tepasanglar bo'ldi. Endi mushu dadamning ba'zi bir gapini o'stanga chiqib chaqirdim, dadamning gapidanmi ba'zan birlaringlar xeyli bir jalliq tukterib qilibsa Sillama mushunda 60 kishiga dadanglar mundara bir gapga sepig'inglar. Unchalik bir gap so'z degan bir o'stanga chiqib chaqirsanlar bo'ladi deb hisobda. O'stangdan suyni ichmaydi, hammamiz bakezi yetib to'qaytni. Unchilar chiqirib o'stangdan suyni etizib qo'yamiz. Dehqonchilik hozir. Bir yashinib qolgan edamning gapidan bo'lsa bir topmanglar ko'pchilik. Shunda foydalanib qilinglar. Foydalanib qolsa bo'ldi mening gapimda. Chiqirib deb. Mani pul topamagan ani qilpas bo'ladi. Lekin majburiy qilpa deymidik. Ata-onalar ishinglar qilsa endi shu teqimi o'zini ko'tarolmaganda ko'rsanglar, qilpasanglar bo'ldi. Aningdimmi, maningdimmi?
Andan bu filmdan çıkıp ketmeslik için, o bir ne için, çoğunluğunki kulak beriş için bir yürek besip şu film gibi güllerini yollap koyamsın, şu film çıkıp gidecekken bekledik. Anda az kağını sılık kaldı, emmalarga rahmet.